Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Xudoyor Jumolak Amonbek, Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo'jalik iqtidoriyati liseysi va usul kafedrasida dars etib qolaman. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz yangi navlarni yaratishda silesiya usullari. Bugungi mavzumizning rejasi o'simliklar silesiyasida nav yaratish usullari, duragaylash boshlang'ich materialini barpo etishning asosiy usullari, chashtirish uchun ota-ona juftlarini tanlash asoslari. Silesiya asosan ikkita usuldan iborat bo'lib, bular analitik silesiya hamda sintetik silesiyalarga bo'linadi. Analitik silesiya deb tabiatdagi mavjud o'simliklar orasida tanlash orqali yangi nav yaratish. Sintetik silesiya deb avvalgi o'simliklar hissiyotini o'zgartirish va keyin ularning ichidan yaxshilarini tanlash orqali nav yaratish. Bu sintetik silesiyaga kiradi. Sintetik silesiya 4 ta guruhga ajratib, ular duragalash, nitrogen, mutagenez tanlash. Duragalash hissiyoti har xil bo'lgan 2 yoki undan ko'p organizmlarni chashtirish, bu duragalash kiradi. Bulardan yangi organizm duragalik hosil bo'ladi. Duragalash natijasida ota-ona organizmlarning qimmatbaho xususiyatlarini bir organizmda mujassamlashtiradi va shu asosda yangi shakllarni yaratishga erishiladi. Duragalash tabiiy va sun'iy duragalashga bo'linadi. Duragalash natijasida vujudga kelgan organizm. Duragalash bu ham ikkita guruhga bo'linib, tabiiy hamda sun'iy duragalash mavjud. Tabiiy duragalash inson ishtirokisiz tabiatda ro'y beradi. Sun'iy duragalash esa inson tomonidan maqsadga muvofiq chashtirish yo'li bilan amalga oshiriladi. Sun'iy duragalash tur ichida turlar ora uzoq bo'lgan shakllarni chashtirish tartibi asosan mana resiprok, murakkab, yugurish chashtirish, pog'onali chashtirish, dialel chashtirish, to'yintiruvchi chashtirish hamda oddiy chashtirishlar mavjud. Chashtirish uchun ota-ona juftlarini tanlash xo'jalik biologik xususiyatlarining tarkibiga mavjud. Ayrim rivojlangan fazalarning davomiyligiga qarab, kasallik va zararkunandalarga chidamligiga qarab, chashtirishda kombinatsion qobiliyatlarga qarab, ekologik asoslarga qarab ota-ona juftlarini tanlashimiz mumkin.